Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Time kanali. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan ajoyib bir telefonimizdagi sirlarni bilib olamiz. Bugun biz telefonimizdagi proslushkani aniqlashga harakat qilamiz do'stlar. Agar sizda kimdir sizni eshitayotganligi haqida shubha paydo bo'lgan bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha ko'ring va videoga baho bering. Telefoningizdan nomer teradigan joyga kiramiz. Demak, kodlarni teramiz. Birinchisi yulduzcha katakcha 21 katakchani teramiz. Bu bizni telefonimizda per adressasini ko'rsatadi, ya'ni boshqa raqamga yo'nalganmi, yo'nalmaganmi shuni ko'rsatib beradi. Mana hozir ko'rib, bizni telefonimiz hech qanaqa nomerga per adressa bo'lmagan. Bundan xavotir olmasangiz bo'ladi, agar sizda ham shunaqa yozuv chiqqan bo'lsa. Endi ikkinchi kodimiz yulduzcha katakcha 62 katakcha. Bu qaysi nomer bizga per adressatsiya bo'lganini bildiradi, ya'ni qaysi raqam bizga per adressa bo'lib qolganini ko'rsatadi. Teramiz. Mana hozir yarmidan yog'i ko'rmayotgan nomer bizga per adressa bo'lib qolgan ekan. Buni o'sha raqamga telefon qilib per adressani bekor qilishini so'rashimiz mumkin. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingi kodimiz yulduzcha katakcha 33 katakchani tersangiz, bu sizda chiqish qo'ng'iroqlari va kirish qo'ng'iroqlarini taqiqlash xizmatini o'chirib beradi. Misol uchun, sizning telefoningizda puli bor, lekin sizga kirish ham chiqish ham yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu kodni tersangiz, sizda albatta chiqish va kirish qo'ng'iroqlarini taqiqlovchi xizmat o'chadi. Endi do'stlar, barcha per adressatsiyalarni siz bekor qilmoqchi bo'lsangiz, sizga quyidagi kod kerak bo'ladi. Katakcha 002 katakchani tersangiz, sizda barcha per adressatsiyalar bekor bo'ladi. Ya'ni boshqa raqamga yo'nalib qolgan barcha per adressalaringiz, misol uchun antenna chiqmay qolganda, telefoningiz o'chib qolgandagi per adressalar hammasi bekor bo'ladi va chiquvchi va kiruvchi qo'ng'iroqlarning hammasi o'zingizga yetib keladi. Mana shu kodni terib qo'yasiz va sizda mana shu yozib chiqadi: per adressa вызов, удаление выполнено успешно. Do'stlar, agar sizda ushbu terilgan kodlar bo'yicha, misol uchun mana shu joyda 21 terganingizda mana shu joyda raqam chiqib qolgan bo'lsa, demak sizda kimdir eshitayotganligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat do'stim. Albatta Time kanalida qoling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying.